Aynan kelganlarga bonus qilib beramiz. Shu kanalda orqasidan kelganlar qiynalgan kambag'al oilalarga tan narxida qilib beramiz. Ishoninglar, bu dorvazalar haqiqatdan tushib ketdi. Narxlar shunchaki bo'lma, nima uchun? Klientlar yo'q uchun emas. Xalq bir maza qilsin deb donor akam, ha? Tushirib narxini. Realnimi? Realni. Shunaqa narxda berasiz, aytgan. Beramiz. Aytilgan narxlar. Narx aytuvdilar, men o'zim yo'l qoldim, okalar. Bitta 1.150 mingdan qilib beramiz. 2 qavat bo'ladi. Qaytek dorvazamiz buni taroq deb qo'yamiz. Buni ham 1.250 mingdan qilib beramiz bular kvadrat. 1 million nerjavekida bo'lgan oynalari. Oynalarni rangi bor. Xohlagan rangida qilib beraveramiz. 1 million 250 ming. 250 ming. High-tech uslubda ishlangan bu ham. Bunimizni puli 1 million 200 ming so'mdan buni kvadrat. 1 million 200 mingdan berasiz men. Beramiz. Ularimiz reflonka darvoza deb qo'yamiz. 1.3'likdan 700 mingdan 800 ming so'mgadir kvadrat. 450 ming so'mdan. Boring 450 mingdan 650 ming so'mgadir. Zakaz berib qo'ysanglar, cho'ri narxda qilib beradilar. Donyor aka, bizning nomimizdan kelganlarga bir qandaydir chegirmayapsiz. Sizlar nomingiz haqiqatdan qiynalgan odam bo'lsa 2 oyda bitta yoki ikkita darvozani bonus qilib bekorga qo'yib beramiz. Haqiqatdan qiynalgan odam bo'lsa duo qilib qo'ysa bo'ladi. Bunaqasi bo'lmaydi. Okom tenjollar sovusi, bitta like'ingizni ayaman. Obunachilarga aytib, bitta like bosib, tanishlarga tarqatib boshqa tarqataverasizlar, xudo xolasa. Faqat sani o'sha muhtoj oilaga borsa, tarqatganligini uchun ham sovib olasizlar, okalar. Iltimos, maksimumni tarqataveramiz.